Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Družbada, Toprak kanali Družbasida joylashgan. 4 etajli domni 3-etajında 2 xonali kvartalni sotib chiqdi. Yo'lning ustida joylashgan. Belayning vokzal, bu yon taraf hokimiyat, park, ko'na-kollej, hamma joy zo'r joyda joylashgan. Belayning dunyo bari, Sardor kafesi, hamma joy zo'r joyda joylashgan. 2 xonali kvartalni sotib chiqdi. Mestasida umuman gap yo'q. Beda maktab, bog'cha hamma joyi udobli joyda joylashgan. Bu taraf Tiamoya bar buriladi. Ko'rgan odam tushunadi beri. Joyimiz variant qismidan bor. Yetmaganda durib beray. Qanasa ichkari qismi bilan donishib, görüşib chiqsak, barcha jihozi bilan sotiladi joyimiz. Men esa 3-etajimiz ham yetib keldik, hurmatli obunachilar. Har etajda 4 xo'jalikdan ekan. Podest qismlar ham ajoyib. Kafildan chiqib turibdi ekan. Eshiklarimiz demir eshikdan ekan. Ajoyib, hozirgi zamonaviy yaxshi eshiklardan qo'yilgan ekan. Ichkari tomondan bir eshik qo'yilgan ekan. Shamol, sovuq girmasligi uchun. Bismillahirrahmanirrahim. Berganimiz deyin. Bu yon taraf zal bo'ladi. Bu yonimiz spalni, bu yonimiz kuxni, sanuzel joylashgan. Oyoq tenlarimiz taxta poldan joylashgan. Bellarimiz aboydan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Bedayning har xona uchun kulchatlar qo'yilgan ekan. Menda registrlar ham zamonaviy dukkotinli kotellar qo'yilgan. Lyustralardan ega patologimiz shpaxlovka bilan oqlanib ajoyib bo'lib turibdi. Doğrudan bize zaldan başlayalım bo'lsak, eng zalimiz ajoyib. Mangap yo'q. Joyimiz barcha jihozi bilan sotiladi. Oyoqdagi g'ollar ham toza, zamonaviy, yaxshi g'ollardan tashalgan. Lyustralardan ega. Hurmatli obunachilar, perdalar ham ajoyibundan qo'yilgan. Joyimizning aynalari aqua ayna, padagonniklari bor. Registrlar ham qo'yilgan. Joyimizda artel kondisionerlar ham bor. Beda rozetkalari tashab ketilgan. Joyimiz 60 kvadratdan ziyod. 4 etajli domni 3-etajında hurmatli obunachilar. Bu yon taraf spalniyaga kiradigan bo'lsak, spalniyamizda mening ajoyib hollar tashalgan. Spalnilari hamma narsasi bor. Joyimizda balkon qismi bor, televizorlar ham Samsung yaxshi televizorlardan qo'yilgan. Belayning registrlar ham bor. Oyoq teyimiz taxta fol. Yani balkon qismini chiqadigan bo'lsak, men balkon qismi aqua bilan o'ralib ajoyib bo'lib turibdi. Toza domda, hurmatli obunachilar. Mestasida umuman gap yo'q. Bu joyimizni ijara etib olsangizlar ham bo'ladi. Joyimizni bo'lib to'lara qilib olsangizlar ham bo'ladi. Nasiya hisobidan bor. Beda rakovina uchun joy tashab ketilgan. Rakovina qo'ysangiz bo'ladi. Kafil bo'lib turibdi. Yani sanuzelga kiradigan bo'lsak, sanuzelimiz da patolog açarlar kafil bo'lib turibdi. Patologimiz plastik bilan qoplangan ekan. Joyimizda arestollar ham bor. Bundan tashqari nasoz ham qo'yilib ketilgan ekan. Har ehtimolga qarshi nafur yaxshi, nafur kuchli. Rakamlar ham mavjud. Bu yon taraf
Kuxnimiz ham yine ipende defa pollatib, acayip etib ko'p tegeldi. Moyka aparat, gaz plita, yine kir mashin 9 kiloluk kir mashinam bor ekan. Dedi halandilik hamma narsasi bor. Wi-Fi ham girib turibdi, hurmatli obunachilar. Tayyor 100% tayyor kvartiramiz, doğru girib yashab o'tiraverasiz. Aynamızda rüşotkalar ham mavjud bu yerda. Aynalari akbu ayna. Bedayning Lukko'tinning kotyullari. Original yaxshi kotyullardan qo'yilgan reduktorlari bor. Made in Koreyada qo'yibdi. Yaxshi original kotyullardan qo'yilgan ekan. Hurmatli obunachilar. Yarim qismini achalli kafel bolt tutdi kuxnimiz ham. Joyimizning bahosini keladigan bo'lsak, $28,500 üstüne kelganda kelishini xudo xolasa. Siz sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Hammaga shunday joylar nasib etsin. Sog' ol, salomat olun.